Assalomu alaykum hammaga. Ko'p obunachilarimizga video registrator o'rnatib berayotgandek lesa chiqmay qolgandi, bir oylar bo'lgandi. Hozir lesa chiqdi, yangi varianti chiqdi. Orqasi 2K, oldisi 4K bo'ldi. O'zimning mashinamga o'rnatilgandi. Faqatgina orqasi 720 edi. Endi juda ham tiniq edi o'zi. Bundan ham tiniq bo'lib 2K, 2,5K bilan 4K bo'lib chiqdi. Qolgan narsa hammasi birga bir ishlaydi. Wi-Fi bor. Antiradar bor, ichida hamma narsasi bor. Oldingida funksiyalari bir xil, faqatgina kameraning kачествоsi kuchli bo'lib chiqdi. Shu uchun narxiga ozgina o'zgartirish kiritildi. Ustanovkasi bilan 1 million so'm chiqyapti. 1 million 30 ming so'm edi, shuni 1 million qilib qo'ydik. Sababi bu summadan ham qimmat chiqayotgandi, shu uchun endi yaxshi sifatli narsa qimmat bo'ladi. Mashinamiz bugun salondan chiqib to'g'ri olib kelgan akamiz. Hozir hamma narsasini polni qilib berishimiz kerak. Mashinamiz bugun salondan chiqqan Midnight. Tayyor holatini, ishlash holatlarini ikkinchi videoda qo'yib o'taman. Nima funksiya borligi, keyin kачестволari haqida. Registrator o'rnatib bo'ldik mana. Sifat juda ham tiniq beryapti. Endi telefon uncha olib bera olmayapti, sababi video registrator fokus bilan kelishmaydi. 0 km skoroslarigacha olib beradi, orqadagi Nexus'larni. Orqaga haydashga ham juda ham qulay. Zadniga uramiz. Polosalari chiqdi. Slepoy zonalari ham ishlab turibdi. GPS'lari ham qo'yilgan burchakda, ishlashlari juda ham yaxshi. Old orqaga qilsa bo'ladi. Orqa kameralari ham akkuratni o'rnatilgan emas. Nomertaga kirib ketgan. Tepasida 205K degan yozuv ham chiqibdi bu safar. Kamerasi ham suvga chidamli, zo'r kamera ekan. Narxini aytib o'tdim, ustanovkasi bilan 1 million so'm chiqadi, fleshkasi alohida 70 ming so'm bo'ladi. O'rnatib berishida bo'ladi, hech qanaqa patologlari ochilib, shunaqa muammo bo'lmagan. Mana patologlarni yaxshilab ahamiyat qilamiz, hammasi birga bir turibdi. Sifatli qilib o'rnatib berganmiz, umuman qimirlamaydi ham. Kimga shunaqa registrator kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilib dastlabki qildirishlardan bo'ladi, qo'ydirib ketsalaringiz ham bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.